Xohlasangiz men sizga qattiq addish yordam berishim mumkin. Hozir o'zi. Ha, eshitaman. Qo'yib oldingizmi, Esonaman? Ha, qo'yib keldik. Siz ko'ruvdingizmi? Opa, nima deysiz? Siz aytdi Nozimamni o'zi ko'ruvdingizmi? Menimcha siz ko'rmagan bo'lsangiz kerak, faqat betini ko'rgansiz, ha? Ko'rmayman men. Ha, umuman Yuzini ham ko'rmaganman. Yo'q, men qaramayman nimaga. Ha, umuman ko'rmagansiz men aytdim, shu bilmagansiz, o bexabarsiz shekilli deb o'yladim. Prosta odamingiz ko'p bo'lsa deb telefon qilmadim-da sizga. Hop, nima bo'ldi, opa? Ha, u dabdala bo'lib yotibdi, Avazbek. Hop, nima bo'lib yotibdi? Betlari rasvo bo'lib yotibdi uni. Hop, eshiting, opa, men hozir asabim buzildi, eshiting. Eshiting. Mana oldingizdagilar ham eshitsin, gironkada gaplashing, ya'ni oldingizda bir aqlli qizchalar ko'p ekanda, asabimga tegishyapti hozir. Opa, men o'zbek tilida gapiryapman. O'zbek tilida gapiryapman. Tushuning meni. Men o'sha kuni aytdim, opa, men dangalini gapirib chiqsam, yomon bo'ladi dedim. Men juda ko'p narsalarni bekityapman. Masalan, Alloh uchun ha bo'pti deb bekityapman. Kecha anu bola menga o'zim olsaman aka deb telefon qildi. Hop, u o'zini olsa, sizlarga nima foyda? Hozir nima qatta yo'q daftarlarni rasmga olib tarqatyapsizlar. Sizga eng bitta savolim, opa, qizingizni momataloq qiladimi, uradimi, tepadimi, nima qilsa ham davlat bor, ekspertiza bor, to'g'rimi? O'sha ekspertiza chiqarib beradi, keyin nima qilsangiz qilib tashlang u bolani. Yo'q, qildiraman ekspertiza qaytadan. Ha, qilsangiz nima internetda jar solyapsiz, opa? Siz internetda nima qilib beradi internet sizga? Internet nima qilib berganda emas, meni qizimni osgan ikkinchi bola nimaga chiqmayapti? Qani u ikkinchi bola? Nimaga ular menga bir og'iz o'zi bilan gaplashing, siz internetga chiqasiz, ular o'zini ossin. Ko'tarmayapti. Siz erta meni qizimni ichgan deb araqni anaqasida video qo'yyapsiz-da, ukajon, lekin mayli, siz endi o'zingiz ishingizni qildingiz, lekin unaqa vahima qilib yuborish kerak emas deb iltimos qildim sizlarga men. Vahima qilib yuboryapsizlar. Men qarang, eshiting. Men siz bilan birinchi kun gaplashgandan boshlab, men o'sha birinchi kuni gaplashgan bo'lsam, men shokda bo'lganman o'sha yerda. Siz eshitib turing, menga desa boshqa joyda bo'lmaysiz. Men sizga aytyapman, davlat qo'lingizga qog'oz bersin. Haqiqatan ham Nozimani 2 kishi osib yoribdi, o'ldirib osib yoribdi degan qog'oz bersin. Yo'q, Nozimani osib yoribdi degan qog'oz bermagan taqdirda ham Nozimani majbur qilgan bo'lishi ham mumkin. Men eshiting, siz o'shani internetdagilar nima qilib beradi sizga? Nima qilib beradi? Boring ustidan yozing. Yo'q, yozaman, lekin dushanba kuni yozaman. Dushanba kuni. Bloger sizga maqsad o'zingizni qizingiz ustidan hayp ishlayapsizmi? Yo'q, menga kerak emas unaqa narsa. Nima keragi bor, anu tarqatib, gapi menga kelyapti. Men xuddi gap o'ynatyapman ekan, anuni yonini olyapman. Men aybim sizlarga yordam berganim. Yo'q, Avazbek, kecha men siz bilan даже aeroportda gaplashdim. Men aytdim, men даже sizlarga intervyuchilar kelishdi, darakchi, bir joylardan. Men даже ularga aytdim, Avazbekka, Setoraga, Faridaga, yana bir dunyo qizlarga, Koreyadagi qizlarga rahmat dedim. Lekin to'g'ri gumonim bor, qolganini vaqt ko'rsatadi deb men intervyu berdim, Avazbek. O'shani, opa, sizni bu qizlar nima deyotgani, bu katta insonsiz. Bu qizlar nima deyotgani bilan xabarim yo'q. Gumoningiz sababli men hozir qizingizni ham yonini olganim yo'q, bolani ham. Yo'q, men gapirmayapman. Qo'lingizga qog'ozni oling. Men sizga tushunmayapsiz. Qo'lingizga qog'ozni oling. Balo bormi? Podadan oldin chan chiqaribdi. Endi bilasiz. Qo'lingizga qog'ozni olib, keyin mening xud qo'yib yubormaysizmi uyga? Menga farqi yo'q, opa. Yo'q, men sizga kecha ham aytdim. Uka, siz o'ylamang, bilasiz, internetda bitta sizga emas, menga ham toshotilyapti. Sizni fikringiz bu, odamlar unaqa o'ylamaydi. Tushunyapsizmi? Odamlar toshotyapti deyapman men. Siz avval eshiting, men sizni ham eshityapman. Odamlarning hammasiga men atvet qilib o'tirolmayman bitta qizingiz orqasidan. Men ham atvet qilganim yo'q hali hech kimga men bu yerda. Men ham atvet qilmayapman. Meni ham gapim ko'p ama. Siz juda ko'p gapiryapsiz. Meni ham gapim ko'p. Men nima dedim hozir sizga? Siz ko'p gapiryapsiz. Meni gaplarim juda ko'p ama. Men hali ham ishtimi demayapman. Mayli, o'lgan odam o'ldi ketdi deyapman. Xo'p, men nima qildim? Men sizni qoralamayapman. Men sizni oqlab rahmat aytib chiqyapman men sizga. Ular o'z-o'zicha fikrlayapti. Tushunmas ekansiz siz. Ya, siz meni to'g'ri eshiting. Ko'tini yumaganlar video qilib chiqyapti, rasmni tarqatyapsiz, to'g'rimi? Yo'q, mana qarang, to'xtang, siz meni eshiting.
Men aytyapman, Avazbek bu yerda unaqa ish qilmagan. Menga telefon qilib so'rashayotgan joyida aytyapman. Siz tushunay, biling, tushunmas ekansiz. Bizga nima deyapman? aytgansiz. Odamlar menga aytyapti, gap tushunasizmi? Odamlar menga aytyaptiki, nimaga sen mana bu bolani ekspertizasi 20 kundan keyin chiqarkanki, nimaga sen shuni aytmayapsan? Sen bir narsani yashiryapsanmi deyapti-da. Voy, eshituring, deyapman sizga. Baqirmang menga, siz nimaga baqirasiz? Muomala qilib gaplashing. Eshituring meni. Muomala qiling. Sizga emas menga baqirish. Men bolamni qo'yib keldim. Bolamni qo'yib keldim. Bolam mama taloq bo'lib yotibdi. Men baqirasiz menga. Qochqarmang. Qochqarib gapirmay chiqaysing. Ekspertiza chiqqandan keyin To'g'ri gaplashing men bilan. Muomala qilib gaplashing men bilan. Muomala qiling men bilan. O'sha kuni qarang, bo'lmasa ko'ring edi qizimni mama talog'ini. Qilaman hammasini. Lekin men ularga gapirmaganman. Men siz bilan gaplashdim kecha aeroportda. Orqamda turgan qizlar sizni gapingizni eshitib turgan ekan. Men ham hayron bo'ldim. Kim gapirdi sizlarga desam, o'sha yerdagi qizlar aytdi dedi. O'sha yerdagi qizlar eshitgan. Nozimani oldiga internetda chiqqan qizlar eshitgan. Uka, men gapirmadim bu gapni. Meni qiladigan ishim yo'qmi?